Assalomu alaykum qizlarjonlar. Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Hammanglar sog'-omonmisizlar? Xonadoninglar tinchmi? Kuninglar yaxshi o'tyaptimi? Bugun ro'zaning 12-kuni mana iftorlikka bismillah deb men balish somsa qilyapman qizlar, ya'ni pirog. Bugun 2-mart mani Sadiya qizimning tug'ilgan kuni qizlarjonlar. O'shaning uchun bugun oilaviy o'zimiz uyda nishonlaydigan bo'ldik Sadiya qizimning tug'ilgan kunini. Har yili adasi kafe, restoranlarda chiroyli qilib o'tkazib berardilar. Bu yil uyda o'tira qolaylik oilaviy dedilar. Mayli dedim. O'shaning uchun qizimni qo'yni nima deydi? Xafa bo'lmasin deb kichkinagina, chiroylikgina, u yaxshi ko'rgan, yegisi kelgan narsalarni pishirib, chiroylikgina stol qilamiz bugun qizlarjonlar. Shuni harakatidaman. Mana bismillah deb boshlavordim. Sizlarga ham video olay dedim, ozgina bo'lsa ham dedim qizlar. Mana xamirlarimni kroshka qilib oldim. Margarin bilan aralashtirib, mana 250. Bu yoqda mana qattig'im bor. Bir dona tuxumni oqib, sarig'ini oxirida ustiga suvga olib qo'yamiz qizlar. Qoshiq razrıhlitel. Bu yoqqa tuz solganman qizlar. Bismillah deb solamiz. Unga tuz soldim. Endi xamir qilib beramiz. Ichlarini qilib qo'yganman. Hammani yoyib oldim. Ko'rdinglar? Sizga qo'yib chiqamiz. Tez-tez qilib tashlaman qizlar, shoshib. Vaqt bo'lib qoladi hozir bir pasda. Ortiqchasini kesib tashlaymiz. İçini sovolamiz. Mana asal qizim, go'zal qizim, bugun 6 yoshga to'ladi qizlar, Sadiya qizim. Umri uzoq bo'lsin, aqlli, esli, xushli, katta qiz bo'lsin. Ilohim, baxtini, rohatini ko'raylik. Jonim qizimni. Hayotda baxtli qiz bo'lsin inshaalloh. Ammo ota-onaga shu kerak menimcha, farzandlarini baxtini, rohatini, ularni tinch yashayotganini ko'rish, to'g'rimi? Hamma joyga bir xil qilib sovoldim qizlar, ko'rdinglar. Endi bu xamirni yoyib olamiz. Tuxum surib chiqamiz endi. Qizlar, somsam tayyor, duxovkaga tiqib yuboramiz endi. Mana qizlar, bu yoqda suvi ovqatli solib qo'yganman, qaynatma sho'rvalar.
chiroyli qilib, rozovenki qilib mana solib qo'ydim. Pomidorlar ochilib ketibdi. Ikkita butun pomidor soldim. Dumbali, sholg'omli solib qildim. Sovuq kunlarda yaxshi ketadi sholg'om sho'rva. Bu yoqda mana salatga tovuq qizartiryapman, qizlar. Ichida kireshkisi bor salatdan qilib bering, oyijon dedi Sa'diya. Sezir salat qilyapman mana. Bir yeshli ozgina qilib. Bu yoqda tovuqni grudinkasini yarimi qizlar, yarimini olib qoldim. Marinovat qildim-da. Bitta chesnok cho'rka qildim. Bitta dona kichkina chesnok, qizil paprika, murch, qo'shdim ozgina yog', tuz qo'shib, yaxshilab orqa oldini qizartirib, yog'da mana hozir qip-qizil qilib qovurib, keyin dimlab qo'yaman. Bu pishgandan keyin salatlarim tayyorlayman. Bu yoqda sho'rvam qaynab turibdi. Bu yoqda mana salatni narsalarini tayyorlab qo'yganman. Iceberglarni yuvib, mana suvlari selgib tursin deb yuvib qo'ydim. Suxariklarim mana kecha pripravalar yog'la sepib duxovkada mana mazali qilib kecha tayyor qilib qo'yganman kechqurun mana. Suxariklarim tayyor, pomidorlarim, tuxum, ozgina sir. Ikkinchi ovqatga krilishki qilamiz mana. Bolalar sevib, yaxshi ko'rib yeydigan. Buni kecha marinovka qilib qo'yganman qizlar. Bir kun, 2 kun avvaldan qilib yaxshilab ezib marinovka qilib paketga solib muzxonaga solib qo'ysanglar xuddi shashlikdek chiqadi. Men ko'chadan hech qachon tayyor olmayman. O'zim marinovat qilib, o'zimiz uyda kerak bo'lsa izgara yoki shashlik qilamiz. Rasta zo'r shashlik mazasidek zo'r bo'lib ichlariga marinovkalarning mazalari o'tib turadi. Qizlar, bu yoqda bunaqa baliq yonida. Xo'jayinim yonida egalari ketdi. 2 dona qoluvdi. Yana bir paket bor, 2 ta yetadi. Mana katta qalingina. Asarti qilibdi qizlar. Buni 2 ga bo'lsak 4 bo'lay bo'ladi mana. Bilmayman bu qattiq balig'i. Shunaqa qizlar. Yarmini yeganmiz. Ochilgan, shuni chiqardim. Shunaqa bu ikkinchi ovqatimiz qizlar. Mana. Birinchisiga suyu ovqat sho'rva beraman. Kelgan kelaveradi qizlar. Unaqa katta stol qilayotganim yo'q. Kichkinagina o'sha o'zimiz o'tiradigan stolimni qo'ldan kelgancha yasataman. Sa'diyamni qo'yni qolmasin debdi. Sinimikini qilib berdinglar, menikichi baribir deydi bolalar, bilasizlar. O'shaning uchun kichkina bo'lsa ham qo'yni uchun tort zakaz qildirdim. Tortimiz keldi, hozir ko'rsataman sizlarga. Chiroyli tort. Anki qaranglar, nimadir to'kilibdi. Gazlarim top-toza kecha yuvib chinnadek qilib qo'yuvdim, hamma yog'imni to'kilibdi. Shunaqa qizlarjonlar, tort zakaz qildirdim Sa'diyamga. Tortimiz keldi boyaroq. Mayli, qizimni qo'yni hammasiga birdek qaraymanman. Yasminichkamnikini qildik-ku, endi 1 yosh Sa'diyanikini ham qilganmiz. Hamma yoshida restoran, kafelarda adamsa chiroyli zo'r qilib o'tkazib berganlar. Bu safar oilaviy uyda o'tiraylik dedilar, mayli dedim. Shunaqa qizlar. Qaynona oyijonim bilan ham keladilar. Birato'la iftorlik ham qilamiz. Mehmon bo'lib ketadilar. Shunaqa qizlarjonlar. Hozir bu pishib dimlayman. Pishib chiqsa keyin salatlarimni qilishimiz. Sho'rvam tez qaynadi. Somsalarimiz pishib chiqdi qizlar. Mana qaranglar. Qanaqa chiroyli bo'lib chiqdi. Ko'rdinglar? Endi olamiz. Voy. Kim kelibdi yer? Amira? Voy, mana o'g'lim. Ana. Voy, mana asallarim. Ana. Voy, jonlarim. Malades Amira. Ana aka bo'lsa shunaqa bo'lsa-da, malades. Achomlab o'pib qo'y akani. Ana, kam bo'lsa ham. Katta bo'lsa bundan zo'rlarini oladi akasi. Malades Amira. Ana shunaqa vnimaniyada bo'linglar bir-biringizga. Voy, gullarini qaranglar qizimmi. O'ziga o'xshagan chiroyli. Malades.
Shunaqa aqlchiligilar yo'qolmas, Amira. Ana toy bola deb o'zi Amira. Ey kichik qiz. Sen opani tabrikladingmi? Happy birthday qildingmi qizim? Voy, ana podarkalari bilan. Nimalar olibdi? Oo. Ana pul yig'ib. Bu paketni tegiku. Pul yig'ib, sinisiga shokolad olibdi. Mayli-de, shunchalik. Qiladigan bor, qilmaydigan bor. Malades, Amira. Mana boy badavlat yigit bo'lgan iloyim, Amira. Sendan shunaqa faxrlanib yurayman har doim. Malades. Xursandmisan, Sajiya? Ha, qizim. Ana, bugun nechiga to'ldi qizim mana? 6ga. Ana, qizim 6 yoshi muborak bo'lsin, ha, qizim. Mana qizlar tovuqlarimni pishirib oldim. Ko'rdinglar, kattagina edi. Kichkina bo'lib qoldi. Yaxshilab pishirdim. Bolalar yeydi, bilasizlar. Yaxshilab men pishiraman. Yosh bolalar. Bolalarim bor uyda. Qo'limizda endi aysberglarni bo'lib tashlaymiz. Yomg'ir shunaqa yog'yapti ko'chada. Sinimga podarkada gullar olib, Amira uvib ketibdi. Ha, Amira. Chiroyli-da, baribir shunaqa bir-biriga aql bo'lsa, jigarlar. Xursand bo'laman. Somsam pishib chiqdi. Sho'rvam pishdi. Kirilishga hozir uni ham xo'jayinim ishdan keldilar, uni ula qiladilar. Izgara nima? O'zi idishida pishiriladi. Grill idishida pishiriladi. Endi tovuqni to'g'rab olamiz. Uzoqroq ovuramiz, yaxshilab ko'rinsin. Barriq qilib. Qoch qizim, kaka bu kaka. Qo'ling kesib olasan. Shunaqa tovuqlarni sovuramiz, kesib. Bir yeyishlik ko'p qilmayman. Bu ko'p qilsa nonlar uvib qoladi. Tuzlari yaxshidir, endi bilmayman, ko'z qarori soldim. Tovuqlari bo'linyapti, ko'p pishirib o'rganimga. Vaqt bo'lib qolyapti qizlar, o'shaning uchun tez tashlamayman. Mana ozginacha ustiga olib qo'yaman-da. Tarelkani ustiga qo'yishga, et betiga. Uni solamiz mana. Qaranglar, tovuqlarim qanaqa chekkalari qizil bo'lib pishib chiqdi. Ozgina uni ajrataman. Qolganini solamiz, uzoqroq ovur. Uyda sirli ko'payib ketibdi, sovoraveramiz ozgina. Yaxshi sir qizlar. Yeyiladi salat ichida. Bolalar yeyishvoradi. Uni soldim. Mana suxarikilarni kecha tayyor qilib qo'ygandim. Ustiga pomidor ozgina ayirib. Mana solamiz. Shu ham ancha chiqar ekan. Endi mayonez.
zo'r chiqyapti hidi. Ha? Zo'r chiqyapti hidi. Chesnoklar bilan. Mayonez solamiz. Mayonez juda ko'p bo'lishi kerak emas. Bilasizlar. Bismillah. Aralashtiramiz. Yengil. Ko'payib ketdi shu ham. Amirim qarab. Ha, ancha chiqdi. Bir shunaqa aralashtirib olamiz. Mana bo'ladi menimcha shu mayonezni. Mana ko'pi ham ko'p. Maxiyef ishlataman. Rosa yaxshi suvi ham chiqmaydi qizlar. Yaxshi aniqda mayonez. Quyuqqina. Bir kun oldin qilib qo'ysam ham hech qachon suvi chiqmagan salatlarimni. Bor, ana arzon nima mayonezlarda to'g'ri suv chiqib ketadi. Quyuqqina ham salat rosa mazali chiqadi. Endi solamiz tarelkalarga. Perchatkam qolmabdi-da. Qo'lda bir aralashtirgan. Yaxshiroq edi. Bismillah. Sadiya xohladi. Kireshkili bo'lsin oyijon deb. Sadiya uchun mana qizlar. Ustiga chiroyli qilib bir roz sirtyorkadan chiqarib yuboramiz qizlar. Qalay chiqdi, baho beringlar bitta Sezar salatimga qizlar. Rang-barang bo'lib chiroyli chiqqanini qaranglar. O'zimga yoqdi. Qizimga atalgan salat-da bu. Qizimga o'xshab chiroyli bo'lib chiqdi. Sadiya? Mana asal qizim. Go'zal qizim. Mana qizlarjonlar. Salatlar tayyor. To'kilganiga ahamiyat bermaymiz, uni sidirib olaman. Tug'ilgan kuning bilan katta qiz bo'lgin, aqlli bo'lgin. Senga bibib. Mana senga. Mana. Rahmat oyijon. Bismillah. Rahmat dedingmi? Mana. Mana qizlarjonlar, qaynonam bilan keldilar. Mana somsam kesib endi olib boramiz stolga. Og'zimizni ochib oldik. Yaxshi ochib oldinglarmi hammanglar? Sochli bo'lib, ichli bo'lib chiqibdi somsam ham. Yonidan to'kilib ketishicha. Yo'maydi. Shuni ham qo'yaver. Chekkalarni men yaxshi ko'raman. Sochli bo'ladi. Kelinglar qizlarjonlar, issiqqina somsaga.
Sho'rvalar pishib chiqdi qizlar, issiqqina. Yarim kosadan. Mana stolimiz tayyor. Osh bo'lsin. Kelinglar iftorli stoliga qizlarjonlar. Birgalikda ujin qilamiz. Mana qizim mana. Mana qizlarjonlar, shashlikdek chiqadi. Qaranglar, krilishkilarimiz. O'zim marinovka qilib oldim. Bir kun avval boya yetib o'tdim. Qaranglar. Chitir-chitir qilib qizil bo'lib chiqadi. Shunaqa zo'r hid kelyapti. Mana shunaqa apparatda pishirib olamiz. Bizga nima edi apparatni oti? Mangal. Ha, elektrichеский mangal mana. Necha yillik. Zo'r qilib beradi. Ustilari yopiq, imini dom uchun-da. Ani hidimi pari chiqmaydi uyga. Ustilari yopiq. Bu yoqda o'g'ishlamani qilib berdim. Hozir bitta-bitta piyozlarni kalso qilib, orqa oldini nomiga qisartirib oladilar. Bolgarskiylar. Qizil ko'k, dumgan, mana bitta, ikkita. Bu yerda salatlarim tayyor. Bilasizlar, baliq bilan krilishki yonida mana salat zo'r ketadi. Hozir limonlarni siqib, souslarini tayyorlab, salat qilib olaman qizlar. Sho'rvalarni ichib oldik, somsalarni yedik, zo'r bo'pti. Endi mana ikkinchisi tovuqni pishiramiz. Navbat o'shlarga keldi, qaranglar. O'shlarni qo'yib yubordik. Bitta usti sal kuygandek pishib chiqadi, lekin ichlari kumir-kumir bo'lib chiqadi. Rosa yeyishli, menga rosa yoqadi. Bolgarskiy pomidor terisini shilib, postini shilib, tuzla sepib yeylar. So'klari ichida shunaqa turadi. Rosa zo'r qizlar. Nima kam joyi bor restoranga, kafega borsak ham shu ovqatlarni yerdik-da, to'g'rimi? Tayyorgina uyda. Zato arzonga tushdik. Mana qizlarjonlar pishib chiqdi, qaranglar, krilishkilarimiz. Avashnoy bo'lib, mana ovushlar bilan. Qaranglar. Bu yoqda mana limonli solingan souslar bilan salat. Olib bor qizim. Salatni olib bor. Men ovqat olib boraman. Kelinglar qizlarjonlar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Sadia. Ana mana Aysal kızım 6 yoshga to'ldi bugun. Urre! Kızım, umri uzoq bo'lsin, sog' bo'lsin. Mana Aysal kızım. Allohim berganiga shukr, menga shunaqa asal, go'zal qizni, aqlli qizni, umri uzoq bo'lsin. Mana adasi bilan bizni Sadiya qizni inshaalloh rohatini, baxtini, taxtini ko'raylik. Tilla qizni, asal qiz. Omon bo'lsin. Yonmaydi o'zi menimcha. Yonadi. Yonadi. Mana o'zi tanladi, shunaqa chiroyli tortlar qildirdik. Qaranglar. Qo'lda olam. Ana. Bugungi kunimiz Sadiyani tug'ilgan kuni bilan o'tdi qizlarjonlar. Shu yerda endi videoni tugataman. Chiroyli qilib endi sladki stol hozir tayyorlayman. Bolalar tort yeyishadi ichimlik bilan. Orada Yasminichkamiz uxlab qoldi, qatnasha olmadi. Happy birthday to You happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ana. Xayr qizlarjonlar, keyingi videogacha. Videoyim sizlarga yoqdi degan umiddaman, qiziq bo'ldi degan umiddaman qizlarjonlar. Hammanglar sog'-omon bo'linglar. Keyingi videogacha Allohga omonat bo'linglar. Xayr.